Yo, barchaga salom. Sizlar bilan men Kubzoman, yangi youtuberman. Albatta bugungi videoda Minecraftda stream deb mana survival qilamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, like bosib qo'yinglar. Bu meni yangi kanalim, tezroq rivojlantirish kerak bu kanalni. 100 ta obunachi qilish kerak tezroq. Katta maqsadlarim bor undan keyin. Obuna qo'yamiz tezroq, davay. Biz tezroq kuchayishimiz kerak. Iloji bo'lsa, hozirda o'zida qishloq topishimiz kerak. Qishloq topsak, o'yinimiz ancha osonlashadi. Ovqatlar bor. Hop. Qishloq qayerda bor? Hozircha qishloq ko'rmayapman. Hop, o'yin ovozini yo'q qilib qo'yganman do'stlar. Shoqim bo'lib ketadi bo'lmasa. To'g'ri tushunasizlar. Tosh kavlaymiz. Boshqa qiladigan shu Minecraftda. To'g'rimi? Boshqa qiladigan shu yo'q-ku. Yo'qda kimdir kelayotgandek tuyulyapti. Bo'ldi. Bizga bir 30 talarcha tosh yetib boradi. 30 tagina tosh. Davay. Sekin sindiradi bu. Yog'och loy bo'lyapti, ko'ryapsizmi akalar? Loyda, ko'ryapsizmi? Mo'g'reli. Rangi ham bir taxta kirka rangi ham bir nima desam ekan, bema'ni rang. Sindirishni qaranglar qanaqa sekin. O'z bitta ketibdi, bo'ldi. Endi mayli, bu kirkamizga foydasi tekkan-diyu, lekin baribir tashlab yuboramiz. Bizga kerak emas chunki. Hop. Hop, lapatga nima kerak desanglar, video davom uchun o'g'lasizlar. Hop, narsalarni bir chetga qo'yib taxlab olaylik. Keyin qiynalib o'tmaymiz. Hop. Qo'y, yaxshi. Kravatga kerak. Bu ham. Yuqorini ochishni boshladi. Biz tezroq qishloq topishimiz kerak. Hozir ikkita variant bor. Bittasi nariyoqqa ketish, nariyoqqa yoki bu yoqqa ketish. Qaysi biri ya? Mayli, bu yoqqa boraychi. Ko'nglim shu tomonni sezyapti. Ovqat topdim. Mana buni o'ldirib. Qarag'ir. Shu eski narsasi yoqmaydi qaranglar. Bitta urdilar ham o'lmaydi, uchib ketadi, yo'q ketadi, yomon tez yuguradi. Shuni yo'qotsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mana yana mollar. Mayli. Minecraft aybi deb hisoblaymiz. Bu tarafga yotoq tayyor. Hop, yana bitta. Bu versiya menga bitta yoqadigan tomoni, ya'ni masalan hozir bu yoqda qishloq ekan, mayli boram. Yaxshi tomoni bilasizlarmi, yangi versiyalarda har xil junlar bor. Qizil demana. Qora, oq, har xilchalar. O'shalar bir-biriga tushmaydi. Bu versiyada tushadi. Masalan, qaranglar. Hozir menda bitta kulrang, ikkita oq tushyapti. Ko'ryapsizlarmi? Yasab bo'lyapti. Yangi versiyada buni yasab bo'lmaydi. Bir xil jun kerak. Yugur. Och qolibdi-yu. Oy. Och qolibdi-yu, qanday qilib yuguram?
Xolos bu tarafga kelib bekor qilibmiz obunachilar. Ketdik narigi tomonga. Yurib boramizmi? Yo'q, yugurib boram. Bitta yeb ketdik. Ketdik. Yo'ldan yuraversak ovqatlar olib olaman. Ovqat kerak bizga, yashashi kerak. Hozir yana och qolib qolaman. Yarimta. Ayyo, yana yugura olmay qoldik. Yana bitta yeb bam ketdi. Yugur deydi yo'q, eshitganmisizlar. Davay bolalar aktiv ko'taramiz. Obuna qo'yinglar, bunaqa videolar tiqilib yotibdi. Chiqaraman. Endi yangi video, ya'ni chiqaraman-da shunaqa videolarni. Agar Minecraftning yangi versiyasini mod qo'shib o'ynashimni xohlasanglar, obuna qo'yinglar. Hop. Yep, bizni bu tomon ketdi, mana bu tomon deydi-ya. Yana bitta ishga to'g'ri kelyapti. Pishirib olishga ham ancha vaqt ketadi. Shuning uchun shunaqa qilmayib pishirib olmayapman. Pishirishga ancha vaqt ketadi. Noto'g'ri tushuninglar. Hop. Mana shu yerda 100 talik qishloq bor, ishonaysizlarmi? Bilet, qishloq chiqmayapti-yu. Mayli ovqatlar olaylik. Bu ovqatlar tabak yeymiz. Uy topsak. Yo'q, jonim vashchi kam qoldi. Mayli, endi majburman ovqat pishirishga. Sababman. Bol. Pish deyapman obunachilar. Tezroq pish. Bitta pishsam. Davay. Bitta pishdi. Yaxshi. Tezroq pishsa bo'lardi. Oxirgisi tezroq. Keyin mana tomon ketamiz. U tomonga, mayli, mana tomon ketaylik. U tomonga ishonch qolmadi. O'lgan ekan bu yemayapti, joydan chiqa olmay. Bot. To'g'rimi? Personajim bot obunachilar. Sal tuzukroq, yaxshiroq qilish kerak. Bitta survival merim bor, uni videoga olmaganman, lekin unda ham kuchayganman ancha. Lekin buni videoga olmaganman. Hech qanaqa kreativ bunaqa narsalar ishlatmaganman. Chinasi, rost gapiryapman. Hozir u merga kirsam qizig'i qolmay qoladi. O'sha merga kirsam, o'sha o'ynagan merimga kirsam, chunki ko'proq yozishim mumkin-da, boshidan kuchaymadan kreativdan olgansan deb. Mayli, men mana bu sizlar uchun yana boshidan kuchayapman. Qishloq momot bo'lyapti, qishloq topish. Har qalay yo'q, qishloq yo'q, bolalar. Serious qishloq yo'q. Mayli, endi o'zimizga quramiz. Shunga daraxt chopyapman hozir. Tezroq 50 ta yig'ib yuboringlar, 50 ta obunachi. Men ham jonli stream olay bitta. Men ham stream olgim keladi. Davay, bolalar aktiv pasaytirmaymiz. Obuna bo'ling. Faqat like va obuna. Bosib qo'yinglar obunani. Bitta obuna jalkami? Uxlaveraylik. Yo'q, hali uxlab bo'lmas ekan. Lekin kech tushyapti. Bilasizlarmi shuni?
Hop, shuncha yetarmikan, 38 ta. Ancha yetmasa kerak, mayli uxlaveraylik. Yotoq olmabman. Qo'rqib ketdim. Uxla. Maxluqlarni kemasidan tezroq uxlash kerak. Maxluqlar kelsa nima bo'ladi? Loy bo'ladi, obunachilar, loy. Beshta. Ancha yetadi. Ketdik. Endi ochiqroq joyga chiqib olishimiz kerak. Uyni qurish uchun ochiqroq joylardan qurmoqchiman uyni. Eng yangi versiyani o'ynashimni xohlasangiz obuna bo'lib qo'ying, chunki eng yangi versiya menda bor, telefonimda. Eng yangi versiya bor. Yuklaganman, ya'ni. Sizlar ham yuklab olsangiz bo'ladi. Loy akalar, Minecraft ko'ryapsizlarmi? Ustimizdan kulyapti. Qishloq topolmaysan deb. Biz necha soatdan beri yuribmiz aylanib. Qishloq bitta ham ko'ringani yo'q. Oq daraxtlarning ichida. Yo'q, savolda qani qishloq? Yo'q qishloq. Bo'lganda ham mayli boshqa gap edi. Qishloq yo'q. Men och qolib qolaman hozir. To'ydirishimiz shart emas qornini. Mana ochiqchaga kelib oldik, endi o'zimga uy quraman yoki jonim ketdi. Yoki qishloq chiqadimi? Yo'q, qishloq. Qishloq. Narloqda yo'qmi? Narloqda? Qani. Shu tomonga borgim kelyapti deb, vashchi borgim kelyapti. Mayli, ketdik. Qiziquvchanligim ustunlik qildi. Yo'q, bo'ldi, bormaymiz. Yana boyagidek bo'ladi. Endi uyni quramiz. Qayerdan? Tekis joy yo'q-da, ko'ryapsizlarmi? Loy. Tekis joy yo'q. Mana tekis joy, sal-pal tekis ekan. Hop, maydalaymiz. Hammasini maydalamaymiz, lekin 2, 3, 4. Hop, bum. Menga unchalik katta uy kerak emas. Yashab turishga mos bo'lsa, to'g'ri kelsa mayli. Yashab turishga qulaydi. Kichkina uyim. Endi ko'proq yoshi mumkin, kichkina qilib tashlading, kattaroq qilmaysanmi deb obunachilar, kattaroq qilishga ko'p vaqt ketib qoladi. Video cho'zilib ketadi. To'g'ri tushuninglar. Shinamgina uy qurmoqchiman. Zerikib qoldim men. Videoni tugatamizmi do'stlar? Nima deysizlar? Mayli, mana polni qurib olaylik, keyin tugatamiz. Videom cho'zilib ketdi. Sizlar zerikib qolmanglar deyman-da obunachilar. Obuna bo'lib qo'yinglar, bolalar, davay. Like bosinglar. Nega ko'p so'rayman? Chunki menga likelar, obunalar kayfiyatimni ko'tarasizlar sizlar. Obuna bo'lib bilasizmi shuni? Kayfiyatim ko'tariladi sizlar obuna bo'lsanglar. Qila olmaymiz. Polini toshdan qilmoqchiman men, yetmaydi. Xo'p, bolalar, videomiz shu joyda tugaydi. Hammaga xayr. Ko'rgan bo'lsangiz rahmat, obuna bo'lishingizdan chiqmasin.